Hammaga salom, hammaga xayrli kun. Bugun dadam uloq qildi. Конечно, bu hozir uloq emas. Uloq boshlanishidan oldin nima deydi? Uloqchilar sal otini qizitib baqa yugurar ekan, shunaqa joyni oldim. To'g'risini aytsam, oxiri o'rtalarini olmadim, faqat boshini ozgina oldim. To'g'ri hozir bo'ldi. Ot juda ham kam, chunki bu hali boshlanmagan. Sizlar ko'rmadinglar, ikkinchi marrasidan boshlab qanaqa ot ko'payib ketganini. Xullas, nima desam ekan, birinchi marta uloqqa bordim. Chunki to'g'ri qiz bolaman, uloqqa qiziqmayman. Qiziqaman, unchalik emasda, baribir ukamchalik yoki dadamchalik qiziqmayman. Lekin dadam uloq qiladi-yu, men bormaymanmi dedimda. Bordim. Men kamazda turdim. Ana mikrofonda gapiradi-yu. O'shaning uchun ovoz shunaqa baland bo'lgani uchun sizlarga tushunarsiz bo'lib qolmasin deb o'zim ovoz beryapman. Hozir bo'tda hamma tayyorlanyapti. Men o'ylabman, o'sha uloq boshlandimi deb videoga olsam. Yo'q, bu tayyorlanishi ekan. Uloqni 105 degan joyda qildi. Bu yilga bu yerda uloq boshlab bergan birinchi dadam bo'libdi. Chunki hamma boshqa joylarda uloq qilib, bu yoqda 1 yildan beri hech kim uloq qilmagan ekan. Endi biz boshlab berdik. Shunaqa keng joy ekan. Dadam qancha bu yerda lekin qimmatga gaplashibdi. Uncha joyda ancha qimmat ekan, bilmayman. Keng bo'lgani uchunmi, nima bo'lgani uchun bilmayman lekin. O'zi tezlashtirmoqchi edim, lekin o'ylab qarasam, o'zi kam video ko'rgan ekanman. Tezlashtirsam, undan ham kam bo'lib qoladi deb tezlashtirmadim. Xullas, shunaqa zo'r bo'ldi. Shu 11 dan 12 bo'layotganda boshlanib 3 soatmi, 4 soatga yaqin bo'ldi. Ko'rib turganinglardek ko'k kurtkadagi ukam ukamga takan bostirib bergan, shtat tashlash uchun. Bu birinchi marra. Aytganimdek, birinchi marrada ham ot kam edi, ikkinchi marradan ko'payib ketdi. Ukam o'zi ham tashlash uchun bostirib berdi. Kichkinalarga bostirganda hech kim topishmas ekan, shunday oldi. Tashladi, qaytib keldi. Agar o'zimiz ot bo'lmaganda ukam minmasdi, просто o'zimiz ot bo'lgan uchun mindi. O'zimiz ot даже o'zimizga ham bo'shamadi. Hamma dadam o'rtoqlar, ot yo'qlar mindi-da. Ukam qaranglar ketishini. Bu video menimcha faqat sal uloqqa menga o'xshab sal bo'lsa ham qiziqadiganlarga qiziqda bu video yoqadi, lekin umuman uloqqa qiziqishi yo'qlarga bu vasha qiziqmas deb o'ylayman. Bu video 3-4 kunlardan keyin chiqadi. O'sha 3-4 kun o'tib ketdi. Men endi ovoz berib, endi qo'yibman, chunki umuman vaqtim bo'lmadi video qo'yishga. Tug'ilgan kunimni qo'ydim yaqinda. Tug'ilgan kunim shu uloqdan 1 kun oldin bo'ldi-da. Keyin tug'ilgan kunimda olgan sovg'alarim raspakovkasini qo'ydim. Endi bunga ovoz beraman. Axir bir kunda kecha tug'ilgan kunimni qo'ydim. Bugun tug'ilgan kunimda olgan narsalarim raspakovka. Bu bir kunda ikkita videoni montaj qilish sal qiyinroq. Baribir vaqtim bo'lmadi, qo'ya olmaganim uchun o'zimni makmak bo'lib ketdim. O'zimni aybim bo'lgani uchun ham ovoz beryapman vaqtim borida. Ishonsanglar, hozir ham vaqtim yo'q. Ish qilib ovoz beryapman prosta. Xullas, uloq shunaqa qiziq bo'ldi. Bu yerda hali ukam olib boryapti. Ko'rinmayapti shu bu yoqda. Lekin ishonasizlarmi? Uloqni ikkinchi marta boshlanganda, ya'ni qiziq joyi kelganda telefonim o'chib qoldi. Shuning uchun umuman ololmadim. Undan tashqari mening hamda faqat dadam telefoni bor edi, lekin dadam telefoniga ham ololmasdim. Chunki dadam o'ziga kerak, uloq qilyapti. Nechta odam telefon qiladi, nechta odam dadamga videoga olish kerak. Ishqib shunaqa dadam lekin videoga olmabdi umuman.
Shuning uchun borini qo'yib yuboryapman. Ana ko'rayotgan bo'lsanglar, ukam tashyapti. Albatta ikkita yonida dadamni ikkita oti bor o'rtog'i qarab turdi. Shunda ukamga yopishib ketmasligi uchun, ukam oxirigacha tashlash uchun. Ularga imkoniyat bo'ldiki, shunda ukam tashatdi, ular qaytishiga tashavordi. Ya'ni tashadi. Menga dadam ishonasizlarmi, u vaqtda shunaqa narsa qimmat ekan. 3 tamiz, men, ukam, ammam qizi bor edi. Xolam qizi, chunki kecha to'y bo'lgandan keyin bizga yotib qoldi-da. Shuning uchun dadam, ishonasizlarmi, shu 4 tamizga dadam 100 ming berdi. Yana ularda pul bor edi, qo'shdik. Shunchaki tasavvur qilinglar, 4 tamiz 100 mingni oshiqqa oddiy xot-dog yedik. Bunaqa nonni yarimga xot-dog qilib berdi. Oddiy shu 4 tamizga xot-dog ham 100 mingni oshib ketdi. Unaqa xot-dogni bizda 10 mingdan sotadi-da. Представляете, shunaqa qimmat ekan. Xullas, bu qaytishga tashadi deganimda mana tashadi. Shu bilan uloq tugadi. Hammaga xayr, sog' omon bo'linglar.